11-sentyabrni to'g'ri deb hisoblaysizmi? Xo'p, yaxshi. 11-sentyabrdagi portlashda nechta odam o'lganini bilasizmi o'zi? 3000 ga yaqin. Afg'onistonni bombardimon qilinishida qancha odam halok bo'lganini-chi? Buni hatto tasavvur ham qila olmaysiz. 15 mingdan ortiq odam. Bu ham faqat rasmiy xabar. U yerga 50 ming tonnalik portlovchi bombalar tashlangan, begunoh odamlar ustiga. Keksalar, ayollar, bolalar. Bularni bari Tolibon tufayli bo'lganda. Tolibonni o'zi qayerdan paydo bo'lganini bilasizmi? Sizni mamlakatingizdan Rossiyani zaiflashtirish uchun. Nima bo'lganda ham ular terrorchilarni yashirishgan. Ha-ya, aslida mavjud bo'lmagan terrorchilarnimi? Xuddi shu tarzda Iroqda ham yadro qurolini izlashgan. Iroqda qancha odam o'lganini bilasizmi? 50 ming. Ularni hozir ham qidirishda davom etishyapti. U yerdan hech nima topa olishmaganida Amerika bilan Angliya nima deganini bilasizmi? Shunchaki uzr so'rashdi. Haligacha u yerda o'z armiyasini ushlab turishibdi. Bu bilan nima demoqchisiz? Demoqchimanki, siz amerikaliklar qimmatbaho liboslarda yurib, demokratiyadan so'z ochsangiz ham, asl kirdikorlaringizni hech qachon yashira olmaysiz. Birovlarning muammolariga burun suqaversangiz, kun kelib bular uchun javob berishingizga to'g'ri keladi. Siz musulmonlarga shunchalik qiyin bo'lsa, nega bizni davlatdan chiqib ketmaysiz? Ketamiz. Sizlar ham bizni davlatdan ketganingizda